Assalomu alaykum. Bu bir narsaga mas'ullardan e'tibor berishni so'rayman. Bir narsaga e'tibor berishlarining sababi shundan iboratki, Qo'rqondan Dushanbedan keladi mashinalar. Past kelsa Termizga qarab ketadi. Chap tarafga yangi ko'prik orqali Xazarboqqa qarab ketiladi. Men aytmoqchimanki, mana shu Dushanbedan avtotreyler kelsa-da, katta yuk mashina. Ammo yengil mashina kelsa. Yengil mashina Dushanbe tarafdan kelsin, Termiz yo'nalishidan yengil mashina kelsin. Ikkita mashina shuna kelgan payt Dushanbedan keladigan mashina chapga burilaman desa, Termizdan keladigan mashinani o'tkazib yuborish kerak. To'g'rimi? O'tkazib yuborgandan keyin buriladi yo'l qoida bo'yicha. Lekin Dushanbedan keladigan mashina orqasidan yana mashina keladigan mashina yo'l torligini qarang, mana qarang yo'l qanday tor. Orqasidan kelgan mashina yo'q kutib turadi. Yoki o'ng tarafda mana yo'lni obochinasiga chiqib o'tib ketadi. Mana shu masalaga e'tibor berishlaringizni so'rayman. Mana shu obochinani shu mana qarang mashinalar to'xtab qoldi. Mana men aytgan holat bo'lyapti. Mana orqadagi mashina mana probka bo'lib qoldi. Mana qarang, risoladagidek bo'lib qoldi-da mana. Ko'ryapsizlarmi? Mana. Bu hozir mana bular chapga ketyapti. Mana bu to'g'riga keldi. Kutib turibdimi? Xalqaro ahamiyatga ega M41 bunday yo'l bo'lishi mumkin emas. Mantiqan qarang. Men mana shu narsadan o'qimaganman, bilmayman, lekin fahm farosatim yetyapti-da. Oddiy qurollanmagan ko'z bilan men ko'ryapman. Mana shu trenler nima qila oladi? Mana shu trenler nima qila oladi? Yo'lni obochinasidan ham chiqa olmaydi, shunchalik katta bu mashina. Shuning uchun mas'ullar mana shunga e'tibor beringlar. Hozir bular tosh to'kayotgan ekan, bu nima usti asfalt bo'ladimi desam, yo'q, bu obochinani ustini to'ldirib qo'yamiz bo'ldi. Bu toshlar bo'lmaydi. Mutaxassislardan ham bir so'rasalaring, tez kelgan mashina mana shu yerdan toshlardan yurib chiqib ketadi mashina. O'zi mana shu yerdan o'zi hech qancha emas. 50 metr, boy 100 metrini asfalt qilaveringlar. Mana shu yerdan xalq erkin o'tsin, yo'l transport hodisasi sodir ham bo'lmasin. Bularga 50 emas 100 qilib bersagan ekan. Nimaga deng? Chunki metanollarni haydovchilar solig'ini olamiz, benzindan solig'ini olamiz, propandan olamiz. Mashinani pirafabiyani qilsa undan olamiz. O'tirsa ham tursa ham olamiz, bunday qilib aytganda. Havoga ham kerak olamiz-da, aks solig'i. Shuning uchun bularni mana shunday erkin sharoit yaratib berishga hukumat haqli. Mas'ullar e'tibor qaratsalar degan umiddaman.